стоят тут, амбалы, стоят. Şu kanundan mensimeyin, noqonuniy qurilish desak hech kim tinglamasa, qonunni mensimayan adamni endi nima deb aytsa bo'ladi? Ha? Qonuning ham seni, boshqa ham seni deb turgan gapmi shunda bu? Endi faqat Xudo xolasa nerdan ko'ramiz mehmonlarni? Mehmon kim? Zara qurilishlari turibdi dedi. Мы как знаем, вы, да, Таева Зара? А ты что, не знаешь? Не, мы знаем, просто нам строитель говорил, мы договорились с Зарой, да? Qarang, misol uchun men sizlardan noqonuniy narsani so'rab turgan yerim yo'q-ku. To'g'rimi? Qonuniy narsani so'rab turibman. Так. Men qonuniy narsani so'rasam, siz meni ustimdan yozib turibsizdan, qizim dori ichdi deysiz, boshqa ichdi deysiz. 102 men o'zim qilaman telefon. Нет, мы тоже 102 звоним. Naglый gelip iş yerdə bula girib, ruxsatsiz girib la olib tutdular. Qarang, kimdan ruxsat olishim kerak shuni ayting. Tutubsiz. Siz o'zingizni kuruluşlarınızı bilin. Siz aşırıda dehqon bozor, büyük bozorda kuruluşlarınızı bilin. Puli bering. Bir siznikini emas-ku. Davay. Bo'ldi. Nav beren, nav maqsadda gap tutasiz, nav gap so'zingiz bor. 102 ga xabar bergan bo'lsangiz tutib turamiz. Men birinchidan siz yeringizni kelmadim. İkinciden ben devlet yerine gap turibman. Üçüncüden siz bu yerda hech kim emassiz. Siz gelip durup noqonuniy qurilishga siz aralashib Qani noqonuniy qurilishsa asos bormi, dokument bormi? Noqonuniy bu deb hujjat bormi? Qani bu hujjat? Noqonuniy deb hisobot kelasiz beri. Qara shu gap. Qachon beri nakkanisiz? Sizdan boshqa hech kim ishlamaymi? Qarang, o'zingiz uyalmaysizmi? Ertaga o'zingizni ko'rasiz. Uyalmaysizmi sizdan? Navni yaxshim kerak. Gaplashyapsiz. Navni yaxshim kerak. Siz uyaning yaxshimida. Siz uyaning. Tushundingizmi? Siz ruxsatimni olmasdan sizdan shu rasm qo'yasiz. Sizdan shu qizimni chiqarasiz. Sizni farzandlaringiz bormi? Uyat bormi sizda? Ой, откуда у него уят? Два стоят тут, амбалы, стоят. Yurtdoshlar tushungan bo'lsangizlar, men oqshomgi ichki ishlarga borib gaplashganimdagi ayolni opasi ekan. Yana hozir o'zlari aytib, qizimni chiqarasizlar. Qizingizni chiqargan o'zingiz birinchidan. Yo'q, men chiqardimmi? Men chiqardimmi? Men qarang. Aptekachini ham bordim, yaxshimi dey? Dori sotgansiz deb aytganman. Havo men pora beraman deb aytdi. Aptekacha hech gap bo'lmaslik uchun men chishirmadim shuni, tushundingizmi? So'rang uni, voy aytmay, bo'yicha men aytganman shuni. Aptekadan olganmi ekan qizingizlar? Aptekadan olgan, men borganman shu yerga, yaxshimi dey? Aptekadan olgan. Men bordim aptekan uchun. Yuraymiz.